Keng, qulay va premium darajadagi elektromobilni olishni istasangiz, bu video aynan siz uchun. Ijara Leasing va Evolution Motors sizga elektromobilni sotib olish imkonini taqdim etadi. Leap Motors E16 jiddiy va premium klassdagi dizaynni hamda yuqori darajadagi qulayligi bilan ajralib turadi. Keling, endi uni to'liq ko'rib chiqamiz. Avtomobil 6 ta qulay va keng o'rindiqqa ega. Orqa o'rindiqlarni bemalol yotish uchun ham moslashingiz mumkin. Shuningdek, ular massaj, elektr boshqaruv, isitish, ventilyatsiya funksiyasiga ega. Ikkinchi qator 15.6 dyuymli ekran bilan jihozlangan. Salon ichida isitish funksiyasini ham qo'llab-quvvatlaydigan 8,1 litrli muzlatgich ham bor. Bu elektromobilni siz foydali shartlarda Ijara Leasing orqali xarid qilishingiz mumkin. Boshlang'ich to'lov 30% dan 48 oygacha bo'lib to'lash imkoniyati, to'liq rasmiylashtirish va rasmiy kafolat. Premium darajadagi dizayn, sifat, qulaylik izlagan bo'lsangiz, shu avtomobilni tanlang. Ijara Leasing esa sizga yordam beradi.